Assalomu alaykum aziz muxlis. AQSh Ukrainaga raketalarni yuboradi. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar masalasi savol ostida qolayotgan bir paytda Washington Kiyevni Tomahawk raketalari bilan ta'minlash masalasini ko'rib chiqdi. Moskva AQSh prezidenti Donald Tramp vositachiligida 2 va 3 tomonlama tinchlik muzokaralarini rad etishda davom etar ekan, Qo'shma Shtatlar Kiyevga raketalarni yetkazib berishni ko'rib chiqmoqda. Siz Tomahawk haqida so'radingiz. Bu borada prezident Amerika Qo'shma Shtatlari manfaatlariga mos keladigan yakuniy qarorni qabul qiladi. Men hozir ushbu masalada muzokaralar olib borayotganimizni bilaman, deydi vitse-prezident. Ushbu qarorlar Oq uyda Rossiyaning Ukraina bilan davom etayotgan keng ko'lamli urush tugatishdan qaratilgan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar bo'yicha pozitsiyasiga nisbatan sabrsizlik kuchayib borayotgan bir paytda qabul qilinishi mumkin. Shuningdek, Vens Kreml Ukraina yetakchisi bilan nafaqat yakkama-yakka, balki Tramp ishtirokida ham muzokaralar olib borishga tayyor emasligini tan olgan. Oxirgi bir necha hafta ichida biz rossiyaliklar ukrainaliklar bilan 2 tomonlama uchrashuv o'tkazishdan bosh tortayotganini ko'rdik. Ular prezident yoki ma'muriyatning boshqa a'zosi rossiyaliklar va ukrainaliklar bilan uchrashishi mumkin bo'lgan har qanday 3 tomonlama uchrashuvlarni rad etdi. Bu urush ularning iqtisodiyoti uchun dahshatli va ular o'zlariga juda kichik harbiy ustunlik uchun yana qancha odamni yo'qotishlari va yana qancha odamni o'ldirish kerakligi haqida so'rashimiz lozim. Qayd etish joizki, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'tgan haftada Nyu-Yorkda BMT Bosh assambleyasi doirasidagi yig'ilishda Trampdan Kiyevga uzoq masofaga uchuvchi qanotli raketalarni yetkazib berishni so'ragan edi.